Korrupsiya har doim eng muhim va dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Mamlakatimizda unga qarshi kurashish doirasida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar, dasturlar qabul qilindi va bu borada keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Korrupsiya sohasidagi muammolarni bartaraf etish, davlat organlari tizimida korrupsiyaga qarshi kurash olib borish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida korrupsiya taraqqiyotga to'siq mavzusida seminar tashkil etildi. O'simliklar karantini va himoyasi faoliyatida ham korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xodimlarning halol, mas'uliyatli va adolatli bo'lishlari yuzasidan doimiy ravishda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilishi ham yo'lga qo'yilgan. Seminarda so'z olganlar eng avvalo xodimlar orasida ta'magirlikning oldini olish, halol va pok ishlash xususida tushunchalar berib, salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik lozimligi ta'kidlandi. Shu bilan birga seminarda qonunlarga rioya qiladigan har bir shaxs qonun himoyasida ekanligi borasida ham ma'lumotlar berildi. Ma'lumki, korrupsiya bu mamlakatimizda, davlatimizda rivojlanishiga kishan bo'layotgan eng salbiy illatlardan biri hisoblanadi. Bugungi yig'ilishda asosiy masala sohada vujudga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlar, ularni bartaraf etish yo'llari haqida so'z yuritildi. Shu bilan birgalikda korrupsiya illatining iqtisodiyotimizning rivojlanishiga, davlatimizning rivojlanishiga o'zining o'ta salbiy ta'sirlar ko'rsatishi haqida fikrlar bildirildi. Bir so'z bilan aytganda, ayni paytda mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashning barcha huquqiy asoslari yaratilgan. Faqat bu jarayonda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish hamda bu borada davlat organlari xodimlaridan hushyorlik va mas'uliyat talab etiladi. Seminar yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarildi.